Assalomu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2024 yil 7 oyning 14 kuni yakshanba kuni kech. Bugun men tövandagi mazmunlarni diqqatingizga sunaman. Mushu kanalga agashgan, ya'ni mushu mening so'zganlarimni anglagan qarindoshlarning esida bo'lsa kerak. Bultur yilning oxirida men Amerikaning iqtisodiy ahvoli to'g'risida ixtisoslaslar chiqargan bir yakun yetkazgan edim. Ya'ni Amerikaning iqtisodi 2023-yili yumshoq qo'ndi deb. Ya'ni bo'ron chapqinliq bir havoda osmonda uchib kelayotgan aeroplan intayin bo'ron chapqinliq holatda. Garchi az bu tavrangan bo'lsa, ammo yumshoq qo'naldi degan gap. Uningdagi yo'lovchilar bexatar qo'ndi, intayin siliq yaxshi tushdi degan gap. Bu nimani tushuntirdi iqtisodga tatbiqlasak deganda, iqtisodchilarning da'vat qilgan Amerikaning iqtisodi yumshoq qo'ndi degan nimaga gap desa, vabo paydo bo'lib, Amerikaning iqtisodini shunday cho'ktirib o'tdi. Hatto Amerikaning Harvard universitetininki iqtisodshunosi Kenneth Rogoff degan kishi shu vaqtda 2020 yilning 5-ida 1929-yili Amerikada yuz bergan iqtisodiy bo'hrondan keyingi eng cho'ng iqtisodiy krizis hamda yuz berdi. Bu 2008-yilda yuz bergan pul muomala krizisimi ig'ir kriz bo'ldi. Amerikaning iqtisodi 7-8 yilgacha o'rin o'zini topolmaydi, asli kelolmaydi degan gapni qilgan. Hala 2 yil qolmaylam Amerikaning iqtisodida yaxshilanish bo'ldi. Ya'ni shu vabo yuz bergan shu yilnisi 2020-yil 3-oyda ishsizlik nisbati 10% yetib ketgan. Butun insonlarda bo'lsa kerak kishilar idorasiga borolmay, butun ko'chalar timtas ashunday bo'lib ketgan. Maskaningki bahsi, maska intayin bazaliq bo'lib ketgan shu chaqlarda kishilarning esida bo'lsa kerak. Undan keyin ta'minlash zanjiridagi uzilish, moddiy narsalarning qis bo'lishi, qatnash transport ta'minoti to'xtab ketganlikdan, zavodlar to'xtab ketganlikdan bir narsaning bahsi biraqlashib ketgan gap. Uning ustiga hali ko'taramsan sangiltib degandagidek, yana bir shunisi Putinninki Rossiyaninki Ukrainaga hujum qilishi bilan bu energiya bahsining o'sishi, ochliq bahsining o'sishini keltirib chiqadi. Natijada pul pahalıligi 2022-yil kelgan vaqtda Amerikada 9.11% yetib, yaqinqi 20-30 yil ichidagi Amerikada pul pahalıligi, Amerika iqtisodi pul pahalıligi ig'ir bo'lgan vaziyatni barliq keltirgan gap. Shuning bilan 2022-yildan boshlab Markaziy banka o'simni 11 qatim o'stirdi o'tgan yilning oxirigacha. Maqsad nima deganda, pul pahalıligi haddan oshib ketgan vaqtda bu boyliqning qayta taqsimlanishini paydo qilgan gap. Ya'ni bu boyliq chiqqan odamlarningki amaliy boyliqni ajiltib, pul qazagan odamlarga nisbatan bir xil payliq vaziyatni yaratadigan ham shuning bilan birlikda kirimi to'van, ya'ni ishsiz qolgan odamlarningki turmushini qiyinlashtirib o'tadigan. Dunyoning ba'zi yerlarida iqtisodiy taraqqi qilayotgan yerlarda vaboning ta'siri nurg'un odamlarning namratlashishini keltirib chiqarayotgan shu chaqda. Kishilarning esda bo'lsa kerak, u to'g'risi biz to'xtalgandik. Ammo Amerikada ahvol, ya'ni Amerikaning iqtisodiy nihoyat tez orada vaksinaning paydo bo'lishi bilan, ijod qilinishi bilan nihoyat tez ko'tarilib chiqdi. Ham o'tgan yilning oxirigacha Amerikaning iqtisodi butun dunyodagi mamlakatlarning ichida eng yaxshi holatda. Ya'ni milliy daromad ishlayotgan, kishilarning maoshimi o'sdi, amaliy ish haqimi oshdi. Pul pahalıligi tizginlashga qarab yuzlangan, ishsizlik nisbati to'van bo'lgan, ya'ni tabiiy ishsizlik nisbatiga yaqinlashgan bir xil vaziyatdan barliq keltirdi. Bu tabiiy ishsizlik deganimiz butun aholining ichidagi emgak qilish iqtidoriga ega, emgak xizmat izlayotgan kishilarning ichida 100 odamning ichida 2 yoki 3 odam ishsiz ish topolmasa, bu tabiiy ishsizlik nisbati deymiz. Shunga yaqinlashgan bir xil vaziyatdan barliq keltirdi. Ya'ni o'simni o'stagan vaqtda odatda bu ishsizlikni oshiradigan ish bor. Iqtisodda buni Filipning agrorsizligi deb qo'yamiz, shu orqali ko'rsatkili bo'ldi. Lekin Markaziy bankining 11 qatim o'simni o'stirishi natijasida Amerikada emgak bozorini tan kuchli bo'lib berdi. Natijada pul pahalıligi tushishga qarab yuzlandi, ishsizlik ortib ketmadi. Shuni buni Amerikaning iqtisodida yumshoq qo'ndi, Amerikaning iqtisodi eng yaxshi bo'ldi deyishdi. Xo'sh, Amerikaning Markaziy bankasi o'simni o'stagandan keyin nurg'un kapital eqib kiradigan gap Amerikaning bozoriga. Bu yilning 5-ida biz ham deyishdik. Ya'ni o'tgan yillari
2023 yilda iqtisodshunoslar har xil gaplarni qiyoslarni qilishgan. O'sishni o'stiradi, iqtisod degan chekinib ketadi, nurg'un odam ishsiz qoladi, milliy daromad ozayib ketadi degan gaplarni qilgan. GDP ozayib ketadi. Unda bo'lmadi. Bu yilning 5-ida cho'g'disida iqtisodshunoslar har holda hamda bu o'simning bunday o'stiradi, buning ta'siri hamda tepidi, o'zini tepidi, kuchini ko'rsatadi. Natijada bu yil Amerikaning iqtisodi deganda yaxshi bo'lmaydi. Bak nachar bo'lib ketmaydi, bak yaxshi bo'lib ketmaydi deganda. Vaholanki hozir qadar yaxshi bo'lib keldi. Yaxshi bo'lib keldi. 6-oydagi sonliq ma'lumotlar iqtisodiy ko'rsatkichlarning ko'rsatishicha pul pahalıligi 3% ga tushib, ishsizlik nisbati 4% ga, ya'ni o'tgan 3.7%dan 4% ga chiqib qoldi. Ya'ni bir qism odamlar hali emgak bozoridagi hali odamlarga ehtiyojli bo'lgan ahvol aziyib, ba'zi texnik shirkatlari, bank sohalari odamlarni qisqartishga boshlaganlikdan ham burun vabo mezgilida xizmatni qilib qolgan, xizmat ishlangan odamlar emgak bozoriga qaytib kelganlikdan bo'layotgan ish. Demak, bu yilgacha hozir yarim yillik sonliq ma'lumotlar chiqib bo'ldi. Mush yarim yilgacha Amerikaning iqtisodi yanada yaxshi. Yani Amerikaning pul muomala bozori, yana chet elning kapitalini, mablag' har xil institutional deymiz, maxsus mablag'chilik shirkatlarining yoki ayrim xususiy yakka mablag'chilarningki pullarini yana o'ziga jalb qilyotdi. Yani pul paychaka bozoridagi ahvol vabo mezgilida xalqlar 20% o'ziniki baylig'ini 20% yo'qotib qo'ygan, hozir uni tepib, hamda hozirlar pul ko'rishga, ya'ni foyda tepishga qarab mangdi. Mushunaq bo'lganlikdan Amerikaningki Markaziy bankininki boshliq Jeremy Powell 7-oyning 9-kuniki bir qitimliq yig'inida pul pahalligini har holda tizgilayoldik degan maqsadga yetammidik, ya'ni 2% atrofida, 2% ga yetammidik demakchi. Balkim o'simni azroq kesishimiz mumkin degandan bir imo berdi. O'simni azroq kesimiz, yani bir qitim, ikki qitim kesishimiz mumkin deb. Ya'ni 2024-yili balkim 0.5%, 0.25%dan ikki qitim kesish mumkin. Agar favqulodda bir ahvol bo'lmasa, o'tgan qitimni qilsaydi men balkim saylam oxirlashmagacha makrolog pul siyosatida o'zgarish bo'lmasligi mumkin degan, lekin yana bir ahvol iqtisodiy ahvolga qarab o'zgartishi mumkin degan bir gapni qo'shgandim. Mana hozir 6-oylik sonliq ma'lumot ishsizlik nisbatining ozroq oshganligini, 4% ga chiqqanligini da'vatida. Shunday ahvolda o'simni kesish mumkin 0.125. O'simning kesishi nimdan darak ko'rdisa, pul qazilishining bahosi tuvalligan bo'ldi, azam bo'lgan bo'ladi. Bir narsa azam bo'lgan vaqtda u normal bir xil tovar bo'lgan vaqtda kishilar uni ko'proq sotib oladi degan gap. Ya'ni o'sim nisbati tuvalligan vaqtda ko'proq kishilar qarz olsak, qarzilib uy olsak, mashina olsak deb o'ylaydi degan gap. Lekin bu yerda masala uy bozoriga berib taqilib qoldi. Uy bozorida uyning bahosini nima belgilaydi degan vaqtda ta'minlash va talab belgilaydi. O'sim nisbati, ya'ni mortgage, uy uchun olgan qarz, mortgage tuvan bo'lishiga ergishib, mortgagening tuvan bo'lishiga ergishib, jiqroq odam ko'proq qarz olsam, uy sotib olsam deydi. Yani talabni oshirish, ammo lekin bu yerda ikki xil kuch belgilaydi dediq-ku, ta'minlash va talab. Bu talab oshqani bilan ta'minlash oshmasa yana bo'lmaydi. Ta'minlash oshmasa bo'lmaydi. Bu ta'minlashni ishish kerak. Ta'minlashning ishishi uchun buningga shu har qaysi ishlatlardagi ishlatlik hukumatlar yoki bozorlik hukumatlar bir nima deyish kerak. Ya'ni azroq nima jihatdan yangi uy solamiz, mablag' silib, uy sotamiz deydigan korxonchilarga nisbatan ba'zi bir siyosatlarni kengroq qilish kerak. Ya'ni yana assang bo'ladi. O'rmonliklarni kassang bo'ladi. Ham ularningki suv qurilishi deymiz, maktab deymiz, qatnash deymiz, ash jihatlarda muayyan qulayliklarni yaratib beramiz demasa, agar o'sim nisbati tushsa, uy olamiz deydigan odamlar jiq bo'lsa, uy bahosidan tushmaydigan ahvol oldi. Shunga ta'minlash, yana bir uy bilan ta'minlash, yangi uylarning silinishi o bir muhim omil. Ya'ni mana kishilarning uyi bo'lish kerak deganni tashabbus qildigan odam. Ijaraga jiq o'tirishga bo'lmaydi. Mulk shakllanmaydi unda bo'lgan vaqtda. Namrat o'tab ketib qolamiz.
amal qilib uy setib olishning ko'ydi bo'lash kerak degandan tashabbus qilgan odam. Shuning uchun bu gapni deb qo'ydim. Xo'sh. Endi Amerikaningki hozirgi tunugun bir vaqa bo'ldi xabarlarda bor. Bir yerda o'tirdik, shunda kishilar deydiki, "Voy, shu Trump so'zlayotgan vaqtda shu yerda zo'ravonlik voqeasi bo'libdi" deb hammadan xabarga qaradik. Herhalde Trump efendim saqken ama bu işin yüz vergini yaxşı olmadı. Bu demokratik devletlerde oxşumagan qarashdiki partiyalar yoki kishilar o'zininki ko'z qarashlarini saylam maydonida ifodalasa yaxshi bo'ladi. Mana hamda bu ishning yuz berishidan butun dunyoda bu ishlar hozir deyilyapti. Mediaga nisbatan bunun foydasi va media to'xtamay so'zlaydi, har xil qarashlarni nimaga hujum uchirg'uchilar, hujum qilg'uchi, oq ko'rinishi, uning keyinda qo'llaydiganlar bormi, kim bor degandek har xil apqashti gap, har xil qiyoslar, har xil narsalar yig'ib ketadi degan gap. Hamda 2 kundan keyin Trump apandi Cumhuriyetçiler Partiyasiga vakolatan Amerikaninkilar navbatlik prezident saylomiga tushish rasmiy saylanmoqchi bo'lganda hamda maosh bo'ldi. Bu ishning yuz berishi bilan Trump apandininki kelar qitim Amerikaning prezidenti bo'lishning ehtimolligi eshitmadi. Chunki bir qism odamlar deydiki, bu odam nurg'un sotlandi, nurg'un jazo yuklandi, shunga baxmay yana tik turib, shundoq elishib so'zlab turgan Amerikani texmi ulug' qilaman deb. Mana mayadan birisi chiqib, uni aytibdi, uning keyinda kim bor, nima shundoq qildi deb har xil paranglarni, har xil qiyoslarni qilishdi. Ammo bir qism odamlar bunga bu kishiga yana eslash qilishi mumkin. Bo'lmasa nurg'un narsa o'ziga yetib oshadigan odam, ammo muayyan siyosiy ko'z qarashi va o'zining mavqesi va odamlar rahbar bo'la oladigan gap. Shunaqa. Bu odamni qo'llaydigan nurg'un odamlar bor. Bularningki Amerikaning prezidentining qandaq siyosat, ichki tashqi siyosat qilinishi, dunyoning vaziyatiga, cho'ng kuchlar o'tirishga munosabatga, ham shuning bilan birlikda dunyoning tinchligiga va iqtisodiy va siyosiy muqimligiga nurg'un cho'ng ta'sir ko'rsatdi. Davlat ichidan beishsaq, masalan, ko'chmanlar siyosati, anikin omilni og'izmaslik, anadan keyin qurol-yaroqlarni kontrol qilish qilmaslik degan o'xshash nurg'un boj siyosati, yana kirim beji va tijorat beji degandaklarga nurg'un ta'sir ko'rsatdi. Shunga kishilar o'zininki xohishi bo'yicha madamning tutgan siyosati menga foydali deb qaraganlar shu kishiga bilet tashlaydi. Ammo mayli qandaq bo'lishidan qat'iy nazar bu demokratik bir davlat bo'lgandan keyin o'xshamagan qarashlar tinchlik bilan saylam maydonida o'zining ifodasini topgan bo'lsa yaxshi bo'ldi. Nihoyatga tunugun shunday bir bahslik bo'ldi herhalde. Trump efendim salomatga. Hozir shu bo'layotgan ishlar dunyoning hamma yerda so'zlanyapti. Buni ko'pchilikning bundan xabari bor, shunday olsin bir deb qo'ydim. Xo'sh, endi men Jonathan Clements degan 21 yil Wall ko'chasiga xususiy moliya, xususiy boylik to'g'risida 1000 parchadan ortiq maqola yozgan bir kishiningki azroq bir hikoyasini deb New York vaqti gazetiga chiqibdi bir 2-3 kun burun. Bu kishi 20 necha yil to'xtamay shunday izchil keyin yashangan kunimda qiynalib qolmayman deb pul jiqqan edim ekan. 90 yil uzun kishilar uzun umr ko'rdi. Men uzun umr ko'raman, 90 yil umr, 90 yoshgacha yashayman deb shunday orzu bilan pul jiqqan edim ekan. Ya'ni har xil pensiyaga pul ayirib, mablag' silib, annuity setib olib deganga o'xshash. Ammo bu yil 5-oyda bu kishi kasallab doktorxonaga yuribdi. Doktorxonaga borsa, doktor tekshirsa rak chiqib qoldi. Ya'ni u rak golf to'pidek, mushtumdek bir o'sma qanday o'tkazib qoldi. O'pkisidan jigirdan mengsiga tarab ketibdi. Doktor debdi, ya'ni 12 oy yashayolsang, eng baxting debdi. Shuni bilan bunun bilan bir mazgil ishlagan do'sti bu odamni so'rab, bu odamni ziyorat etgan, shu gapni men bir deb beray. Bu odam debdi, mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar, mayli qanchalik uzun umr ko'raydi,
iqtisodiy jihatda bir mustaqil bo'lish, iqtisodiy jihatda bir xil bexatar bo'lish nihoyat cho'ng odam uchun bir xo'shalliqni keladigan narsa. Boy odamlar bilan kambag'al odamlarning farqi yana o'xshash vaqtda yashagan, o'xshash yashdagi ikki odamning ichida birisi boy, birisi kambag'al bo'lishiga sabab nima desa, boy bo'lgan odamning tirishchanligi ham pulni omonat qo'yib, mablag' qilib sog'alig'ida debdi. Bu xuddi Morgan Housel'ning Pulning psixologiyasi degan kitobidagi mazmunlar bilan o'xshash gapni qilibdi bu odam. Men 20 necha yil burunla bu ishga diqqat qilgan, 20 necha yildan buyon hech qanday iqtisodiy jihatda men qisınchilik tatmadim. Yani boy yashadim. Bakasham daram bilan yashab ketmadim. Ammo bir yildagi umrim qolibdi. Pulimni yana haddidan ziyoda buzib yashmayapman. Yevropaga bordim, yana borman. Business class aeroplanda o'tirib borman. Biroq mening yana kishilar qilgan tavsiyalarim, men o'zimning bu degan qilgan 90 yoshgacha yashayman deb pul jiqinimdan pushaymon qilganim yo'q. İç umudi deganda mening bolalarimga qoladi. 30 necha yoshli bolamni o'tag'izib dedim. Ayolimni o'tag'izib dedim. Mendan sizlik manchalik pul qoladi. Mendan qolgan shu mirosni sizlar kallangni ishiltib bosh qo'ysanglar, sizlar pensiyaga chiqquncha, yana 60-30 yildan keyin shu 8 hassa. Yani 1 milliondan qolsa 8 milliondan bo'ladi. Keyingi umringlarda sizlar puldan qisqilchilik tatmay yashaysizlar degan gapni qilibdi bu odam. Demakchi, mayli biz qanchalik yashayli, pul muomalaga kelgan vaqtda kallamizda ishlatib, o'zimiz yashayotgan jamiyatdagi baj siyosati, pul muomala bozorini tushunib, baj siyosatini obdan tushunib, pensiya puli haqidagi bilimlarni yaxshi tushunib tatbiqlasak, o'zimiz yemmay qolsaqmi, bolalarimizga qoladi, keyingi avlodlarga birini qoladi. Shunga voy men palonchi shundoq pulni bak yig'ib oxirida o'zi yemmay ketdi-ku deb unda o'ylab ketmaslik kerak. Hechumi deganda biz farzandimiz, oilamiz iqtisodiy jihatda mustaqil, hech kimga tayanmay yashaydi deganni bilib ketishning o'zimi, dunyoga ketishning o'zimi xotirjamlikka keldi degan gapni debdi. Maqanalda men pensiya pulining gapni boshlagan emasman. Bunga diqqat qilish kerak. Ba'zilarimiz bilmaslikdan, ba'zilar e'ron qilmaslikdan, ba'zilar bilib turib tadbir olmaslikdan ba'zi fursatlarni o'tkazib. Ammo Molla Zaydinninki latifasi bo'yicha aytgan vaqtda mol dunyo yig'may, pul yig'may, tirishmay bo'lib keta yashashga qaragan vaqtda tirishchanlik, ishchanlik bilan yashayotgan jamiyatimizni tushunib, hozirda mol dunyo yig'ish yaxshi ish. Agar u yaxshi emas desa, bu gaplarga ishonmanglar. Rahmat.